Ilohim, menga ham shunaqa jinnicha baxt nasib etsin. U bu narsa pishirib beraymi, kech qolib ketdik. Yo'q, qayerda yuribsizlar o'zi? Soat allamahal bo'lib ketdi-yu. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Kech bo'lganda nega uyda achib keta qolding? Ana so'ring hoy keliningizdan. Nima bo'ldi? O'qishimdan chiqmagan bir bola keldi. Keyin menga potdilar, urishib ketdilar. Hamma yog'ini qo'yib tashladi. O'zi ham ko'zim chiqib ketdi. O'zing ham ko'karganmi sen bolani? Urishdilar deyapman, voyjon. Voy. Qilmang, to'xtang desam ham, yo'q, bordilar, urdilar. Yo'q, isi joyidami seni? 02 qilib yuborsa menga shu kammi? Qizim oyi qizim. Nega meni xotinimga qaraydi? Qayoqqadir yozib qo'yganmi seni xotiningni? Bitta seni xotining bor. A ko'z bo'lgandan keyin qaraydi, chiroyli bo'lsa. Urish kerakmi shuning uchun? Yo'q, men qarab turaman unga qarasa. To'g'ri turish mumkin-ku. Turishingni qara. Yaxshimi shu endi? Yarashgan. Voy qay. Ha, juda yarashibdi. Ha endi. Nimadir tayyorlab beraymi, oyijon? Rahmat, qornim to'yda sizlarni ko'rib. Zo'r narsa tayyorlab berdinglar. Oyi, xolisiz ketdi, restoranga borib ovqatlanib kelamiz. O'zinglar mazza qilib yeb, ovqat yeb kelganda o'ylash kerak edi. Yo'q, biz yeganimiz yo'q, oyijon. Ovqat yemadik, kalta yedik oyi. Ha, kalta yeganinglar aniq bo'pti. Siz tomog'imizdan ovqat o'tmaydi, oyijon. Aylanib ketdi o'zimni qizimdan. Hozir bo'lmasa kartoshka bilan go'sht qovurib olaman. Bo'ladimi? Shunaqa qilinglar, hammamiz birga ovqat yeymiz. Anaqa akosh ko'zini yuvamiz.